35 ming so'mdan 1 metrini alsanız 35 ming so'm pul to'laysiz. 10 metr alsanız 350 ming so'm bo'ladi. Baholari yarı bahodan marzallab ketdi. Birgina bilsa bormi desangiz, yine bunga 35 ming so'm. Kelasiz, ishi o'zini 1 metrini 35 ming so'mdan xarid etib ketaverasiz. Endi 80 santilik bo'ladi. Boshqa razmeri yo'qmi deyarlar. Bunda 1'ligi bor, 1.10, 1.5, 2, 220, 2.5 metrliklar var. Keyin tayyor holilar ham bor. Bunda 25 ming so'mlik holilar ham ish o'zimiz bor. 3.5 metr, 4 metr. Bu nasıl? Bu o'zini kvadrat metri 25 ming so'm bo'ladi. İşi duruşunu alsanız ham 350 ming so'm pul bo'ladi. 3.5 metr, 4 metrlik alsanız. Bunda qizil suyetli boshqacha zo'rlari bor. Bu özler 130, 140 satılımdan hazırda iş özlerini 40 ming so'mdan xarid etib ketaverasizlar. Dükkana kelasizda iş özleri 40 ming so'mdan alsanız bo'ladi. Bunun razmeri 4 metre, 5 metrlik 20 kvadrat, duruşu 800 ming so'm bo'ladi. Boshqachalari yo'qmi desangiz, bunda yine mindirlari bor. Bu plastik pulunda 40 ming so'm, bundan sonra kelasizda ish o'zidan 40 ming so'mdan xarid etaverasiz. Razmeri 4 metre, 4 metrlik 16 kvadrat, 640 ming so'm pul bo'ladi. İçikilen duruşu bu özleden bir dana iki dana mı değerlere operator eşke. Onda yine paç geldi, kılır kapısı.